Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi o'rnatgan deraza eshiklarimiz oynaklari gulli qora 306 element seriyaga mana shunaqa qora gullilarni ustanovka qilib qo'yib berganmiz. Razmerlari 130 ga 170, ikkala yon bokovoy ochiladigan bo'lgan. O'sha gullari hop sariq tilla rang bo'lgan. Qolganiga laminatsiya yopishtirib, mana shunaqa figuralar chiqarib o'rnatib berilgan. Podakolniklari hamma yo'q bilan o'rnagan. O'pshi mana shu derazadan 4 ta bo'lgan, ko'cha tomonda o'ziga mana shu bir qator 4 ta qo'yib, gullik oynaklari bilan mana shu ikkita, shu ikkitasi. Razmerlari 130 ga 170 bo'lgan. Ichkaridagi eshiklari 115 ga 240. Ikki qanotli eshiklar bo'lgan. Hop, polni hamma oynagimiz eshiklarigacha 2 qavat bo'lgan. Xo'sh. Xonalarda ichki tomoni o'sha tayxu podakolnik o'zini rangi bilan bir xil. Ochilishlari yaxshi. O'sha okenni ispanit ishlatilgan. Oynagimiz 2 qavat, mana shunaqa gulli. Mana shunaqa gullik oynalar kerak bo'lsa ham zakazga chiqarib tayyorlatib beramiz. Yaqindan ko'rinishi, hop bunisi tilla rang bo'ladi, sariq. Laminatsiyasi. Hop, keyin oynaydi o'zi qora. Hop, mana shu darvozaxonadan kirishdagi eshik romlar ko'rishlari mumkin. Rasa misol fasadini ochadi, akfaron qo'yib kerak. Hali bu yerda travertini, boshqa shuvoq fasad ishlari bo'lsa, xudo xolasa chiroyli fasonga keladi. Taylari alkafon bo'lgan o'zi rangida, ruchka zamoglari, oynaklari qora, stegla paket. Shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.